Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ekub va ekuk mavzusida mustaqil ishlash uchun topshiriqlar qismining quyida dosh kelayotgan 12 ta misolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchidan boshlaymiz. Quyida biror murakkab son tub ko'pikka ajratilgan, berilgan ma'lumotdan foydalanib a plus b yig'inini toping deyapti xullas. Nima qilamiz? 1 5 kelyapti demak, d nechiga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. 5 ni 2 ga ko'paytiraman, s 15 ga teng bo'ladi. 5 ni 2 ga ko'paytiraman, 15 ni 2 ga ko'paytiraman, b 30 ga teng bo'ladi. A esa 60 ga teng bo'ladi ekan. Endi qo'shib qo'ysam bo'ldi. 60 ga 30 ni qo'shsam 90, 90 ga 15 ni qo'shsam. Xo'p, 105, 105 ga 5 ni qo'shsam 110 ga teng ekan. Teng deyman 110 ga. Keyingi misolga o'tdim. 121 va 120 sonning ekubini toping deb savol qo'ygan. 121 nima degani? 11 ning kvadrati, ya'ni 11 ning kvadrati, 11 ko'paytirilgan 11. 125 nima degani? 5 ning kubi ekan. Xo'p, demak, ikkala sonning ekubi 1 ga teng bo'ladi, chunki ikkalasi ham bir xil ko'paytiruvchi yo'q. Bizga aytayapti 4, 5 va 6 sonlarga bo'linadigan eng kichik natural sonni aniqlang deyapti. Demak, men nimani topishligim kerak ekan? Ekuk bo'lib qoladi bu yerda. Ekuk 4, 5 hamda 6 sonlarimga. Nechiga teng bo'ladi? 4, 2 ning kvadrati degani 5. 5 ning birinchisi 6 ga ko'paytirilgan 3 ekan. Endi javob beraman. Uchalasi qatnashgan sonlarning katta darajasi 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 3. Shularni olaman. 2 ning kvadrati 4, 4 kere 5 20, 20 ni 3 ga ko'paytirsam 60 ekan. Ya'ni uchala songa ham bo'linadigan eng kichik natural son 60. Keyingisiga o'tdik. Ikkita sonning eng katta umumiy bo'luvchisi 12 ga teng. Bu sonlardan biri 36 bo'lsa, eng katta umumiy bo'luvchisi e kub 12 ga teng ekan. Yozay shuni. E kub necha? Xo'p, 36. Ya'ni bulardan bittasi 36 deyapti va ikkinchi son qaysidir qiymat a soni bo'lsa, dastlab 3 ta qiymatni toping deyapti. Ya'ni a qaysi son bo'lganda ularning ekubi 36 bo'la oladi deb savol qo'ygan. Eng katta umumiy bo'luvchisi men aytaman. Xo'p, necha bo'lishligi mumkin? A 36 ni 2 ga ko'paytiraman. 72 bo'lishligi mumkin. 72 hamda 36 ning ekubi 36 bo'ladi. Yoki yana necha bo'lishligi mumkin? 3 ga ko'paytiraman. 36 ni 3 ga ko'paytirsam, xo'p, 108 bo'lishligi mumkin ekan. Keyingisi 4 ga ko'paytiraman. 4 ga ko'paytirsam 144. Endi mana shu sonlarning ekubi 36 ga teng bo'ladi. A ning qiymatlarini topdim men, 3 ta qiymatini. Endi o'zlarining karralari bo'lishligi aniq edi. Keyingi misolga o'tdik. 10. To'rtburchak shaklidagi maktab bog'ining bo'yi 80 metr, eni esa 96 metr ekan. 80 metr, 96 metrli bog'imiz bor ekan. 80, 96 deylik. Aytayapti. Bog'ning atrofiga har bir qo'shni daraxtlar orasiga masofalar bir xil qilib, har bir qo'shni daraxt orasiga masofalar bir xil qilib, bir nechta daraxt ekildi. Agar bog'ning 4 ta burchagiga ham daraxtlar ekilgan bo'lsa, qo'shni ikki daraxtlar orasidagi masofa eng ko'pi bilan necha metr bo'lishi mumkin deyapti. Eng ko'p bilan necha metr bo'la oladi deyapti. 96 ga ham 80 ga ham bo'linadigan bir xil son topishim kerak, ya'ni e kubi. E kub topay men nechiga? 96 hamda 80. Ayirib ko'ray. 96 dan 80 ni ayirsam necha chiqadi? 16. 80 ni 16 ga bo'lsam bo'linadi. Demak, e kub 16 ga teng ekan. Endi eng ko'p bilan necha metr bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, 96 ni 10 har bittasining orasi eng ko'pi bilan necha? 16 metr bo'lishligi mumkin ekan. Bo'ldi. 80 ni 16 bu yoqqa 5 ta, ya'ni 16 dan bo'lsa 6 ta ekiladi, 5 ta oraliq paydo bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Orasi 16 metr deb javob beramiz. Eng ko'p bilan. Keyingisi 13. Idishdagi sutning quyidagi hajmi 200 va 172 ml bo'lgan stakanga teng taqsimlashish mumkin. Idish hajmi eng kam necha millilitr bo'ladi deyapti. Ya'ni ikkala idishimizga ham teng taqsimlash mumkin ekan. Masalan, idishdagi sutimni 200 ml 1 litr desak, 200 ml ga teng taqsimlasam 5 ta tushadi, lekin 175 ga 5 ta yoki nechtadir qilib teng taqsimlay olmayman 1 litrni. Shuni topgan deyapti. Masalaning yechimi bizga ekokni beradi. Ekokni topsam 200 hamda nechiga? 175 ga bizdan so'rayotgan qiymat chiqadi. Ekok topishlik uchun 200 dan 175 ni ayiraman. Dastlab ekok topaman, ya'ni 200 hamda 175 ga. Ayirsam necha chiqadi? 25. 25 ekok bo'ladi. Ya'ni 175 ham 5 ham 25 ga bo'linadi, 200 ham bo'linadi. Endi ekok topishlik uchun 200 ni ko'paytiraman 175 ga, bo'laman 25 ga. Qisqartirsam 175 bilan 7 paydo bo'ladi. 200 ni 7 ga ko'paytirsam 1400. Ya'ni sutimning
hajmi 1400 millilitr ekan. Shunda 200 ga 7 tadan tushadi. Bunga 8 tadan istaganga qo'ysam bo'ladi. 175 ga. 13 dan keyin 15 ni ko'ramiz. Savatdagi olmalar 4 tadan qilib taqsimlansa ham, 5 tadan qilib taqsimlansa ham, 6 tadan qilib taqsimlansa ham savatda har safar bir xil miqdorda olmalar ortib qoladi. Agar savatdagi olmalar soni 30 tadan ko'p, yoki 100 tadan kam bo'lsa, olmalar nechta bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni hammasiga ekuk topaman, keyin nechta qo'shishim kerak. 4, 5 hamda 6 ga ekuk topaylik. K 4, 5 va 6 ga deyman. Xo'p, ketdik. 2 ning kvadrati 5 bo'lma bo'ladi. 2 ning ko'paytirilgan 3. Hammasidagini katta darajasini olsam, 2 ning kvadratini olaman, ko'paytirilgan 5 ni olaman, bundan 3 ni olaman. Natijam 4 kare 5 20, 20 ni 3 ga ko'paytirsam 60 ekan. Ekuk. Demak, 60 olmalar nechta bo'lishi mumkin deyapti. 60 bitta bo'lishi mumkin, 62 ta, 63 va 63 tagacha bo'lishi mumkin ekan. 61, 62, 63. 64 ta bo'lsa 4 dan taqsimlanganda ortib qolmaydi. 61, 62, 63 ta deb javob beraman. 17. Hasan 100 dan katta bo'lmagan 2 ga karral sonlarni qo'shib chiqdi. Husan esa 100 dan katta bo'lmagan 2 ga bo'linmaydigan sonlarni qo'shib chiqdi. Ya'ni Hasan juft sonlarni qo'shib chiqdi. 2, 4 qo'shib chiqdi. 6 plus va hokazo 100 gacha. Xo'p, Husan 100 dan katta bo'lmagan 2 bo'linmaydigan bular 90lar bo'ladi. 1 plus 3 plus 5 plus va hokazo plus 99 gacha qo'shib chiqdi. Agar kimdir bitta songa qo'shmagan bo'lsa, kim xato qilgan deyapti. Xo'p, qo'shaylik, necha chiqadi buni? Qo'shsak 2 100. 2 ga 100 ni qo'shsam 102 bo'ladi. Xo'p, 102. Nechta sonim bor? 2 dan 100 gacha 50 ta sonim bor. Ya'ni har juft sonlarni hisoblayapman. Keyin 50 ta sonni juftlasam, ikkitasini bitta qilib 25 ta juft paydo bo'ladi. 25 ga ko'paytirishligim kerak men. Xo'p, 100 ni 25 ga ko'paytirsam 2500. Keyin 2 ga ko'paytirsam 2550 bo'ladi ekan. Bunisi 1 ga 99 ni qo'shaman, 100 bo'ladi. 100 nechta juftligim bor? Bunda ham 25 ta juftlik bo'ladi. 25 ga ko'paytiraman, 2500 bo'ladi. Xo'p, bizda kimdir xato qilgan, ya'ni qaysi sonni qo'shmagan, kim xato qilgan bo'ladi? Albatta Hasan xato qilgan bo'ladi, chunki undagi sonlar kattaroq. Qaysi sonni tashlab yuborgan? Qaysi sonni tashlab yuborsam ikkalasi teng bo'ladi. 50 ni tashlab yuborsam ikkalasi teng bo'ladi. Demak, 50 sonni qo'shmasdan hisoblab ketib qolgan Hasan. 20. X va Y natijali sonlar uchun x kvadrat 5 ga teng o'rinli bo'lsa, x va y ning eng kichik qiymatini aniqlang deb. Ya'ni x ning kvadrati 5 ko'paytirilgan y ga teng ekan. X ko'paytirilgan x 5 ko'paytirilgan y. Y ning o'rniga qaysi sonni qo'ysam x kare x bir xil son ko'paytmasi paydo bo'ladi. Bu yerda 5 turganligi uchun y teng 5 deyman. Shunda 5 ning kvadrati teng 5 ning kvadrati paydo bo'ladi. X ham 5 ga teng ekan. X va y ning eng kichik qiymatlari 5 va 5 bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz. 23. Avval musbat butun sonlar agar x ko'p 1500 y teng o'rinli bo'lsa, x plus y ning eng kichik qiymatini toping deb savol qo'ygan. Endi misol ozgina o'zgardi. X ko'paytirilgan x deymiz teng 1500 ni tub ko'paytirishlarga yo'yvorayman. Ya'ni ko'paytirishga yo'yvoray. 15 3 ko'paytirilgan 5 degani. Xo'p, ko'paytiryapman. 100 nima degani? Xo'p, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ning kvadrati degan 4 kare 25. Ko'paytirilgan y paydo bo'ldi bizda. Buni ham yozishim mumkin. Men 2 ning kvadrat ko'paytirilgan necha 5 ning kubi ko'paytirilgan 3 deb ko'paytirilgan y. Mendan nimadir kubi hosil bo'lishligi uchun nima yetmayapti? 2 ga 2 ning kvadrati bitta y yetmayapti. 3 ning 5 ning kubi o'zi bor bizda. Bu yoqqa 3 ga 3 ning kvadrati yetmayapti. Demak, men aytaman y nechaga teng bo'la oladi ekan? Y teng deyman nechaga? 2 ning 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati 18 ga. 18 ga teng bo'lsa y x nechaga teng bo'ladi? X'im Xo'p, ya'ni bu yoqda menda foyda bo'ladi. Agar 18 ni qo'shsam 2 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning kubi. Bu nimani beradi? 2 kare 5. 10, 10 ni 3 ga ko'paytirsam 30 ning kubi. X'im nechaga teng ekan? 30 ga. Xo'p, qo'shib qo'ysak 30 bilan 18 ni nechini beradi? 48 ekan. X plus y ning eng kichik qiymati 48 bo'ladi. 25. Agar a soni b sonining bo'luvchisi bo'lsa, a va b sonining e kubini toping deyapti. Agar a soni b sonining bo'luvchisi bo'lsa, shu joyga qo'yib beramiz. Bo'luvchisi a va b sonining e kubi a sonining o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni kichkinasi e kub bo'lib qoladi. 30 ni ko'ramiz. 1 dan n gacha bo'lgan
Natural sonlar orasida aynan 16 tasi 3 ga ham 4 ga ham bo'linadi. Aynan 12 tasi esa 3 ga ham 5 ga ham bo'linadi deyapti. Ya'ni birdan engacha 16 tasi 3 ga ham 4 ga ham bo'linadiganlar 3 ga ko'paytirilgan 4. Ya'ni 12 bo'ladi. Eng kichigi 12, 24 va hokazo ketyapti. 12 karrali sonlar. Nechta ekan? 16 ta. 12 ni 16 ga ko'paytirsam 12 ni 16 ga ko'paytiray. 6 kara 2 12, 6 kara 1 6 72, 12 demak 192 ekan oxiri. 192 keyingisi 4 ga ham xo'p. Aynan 12 tasi esa 3 ga ham 5 ga ham bo'linadi. Ya'ni 12 tasi 3 ga ham 5 ga ham bo'linadi. 3 ga ham 5 ga ham bo'linadigan sonlar 15, 30 va hokazo ketyapti. 12 ta bo'lyapti bulardan. 12 tasini oxiri necha bilan tugaydi? 180. Ya'ni 12 ni 15 ga ko'paytirsam 180 chiqadi. Endi n'ning eng katta qiymatini toping deyapti. Ya'ni birdan n'gacha bo'lgan natural sonlar orasida deganimizga 1, 2, 3 va hokazo ketyapti. Oxiri n. Men 192 dan kattaroq keyingi sonlarni ko'ray, bitta keyingi sonlarni. 192 dan keyin necha keladi? 12 ga karrali. 200 12 ni qo'shimi 4 bo'ladi. Keyingisi 180 dan keyin 195 keladi. Shuning uchun men aytaman, eng kattasi ikkalasiga ham bo'linadigan 194 deb aytaman. Birdan engacha bo'lgan sonlar. Chunki 195 deb qo'ysam bu 13 ta bo'lib qoladi. 194 javob ekan.